Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli kuzatuvchilar. Xo'p, bizga yangi velosipedlarimiz keldi, elektro velosiped. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa tugab qoladi, yana olib kelib qo'ydik. Xo'p, bu velosipedlarimiz bitta zaryadi bilan 20 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. 48 volt 12 amperli akkumulyatorda bo'ladi. Xohlasanglar 48 volt 20 amperli akkumulyatordan bor. Bunda maksimal 40 kilometrgacha yuradi mana 48 volt 20 amperli. Xohlasang savdo qilayotganingizda kelishib olinaveradi. Xohlasangiz 48 volt 20 amperligini qo'yib beradigan bo'lsangiz, skuterimiz o'zi 48 volt 12 amperda turgan skuterimizning narxi 3 million 200 ming so'm. 3 million so'mdan qilib beramiz. 48 volt 12 amperda turgan 20 kilometrgacha yuradigan. Agarda siz kilometr ko'proq yursin desangiz 48 volt 20 amperli akkumulyatorimiz bor. Bu ham xuddi shu skuterga tushadi. Bunimiz 40 kilometrgacha yuradi. Buni narxi 3 million 400 ming so'mdan bo'ladi. 3 million 400 ming so'mdan 48 volt 20 amperli, 48 volt 12 amperli 3 million so'mdan qilib beramiz. Bemalol qanaqasi kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xo'p. Tezligiga keladigan bo'lsak, maksimalning tezligi 35 tezlikda harakatlanadi. Tablosi zaryadini ko'rsatib turadi. Qo'l tormozlari bo'ladi, qo'l tormozda bo'ladi, pоворotniklari bor. Telefon postavkasi bor, signallari mashina signaldan qilib ishlangan 3 ta skorsi mavjud. Motor quvvatlari 250 vatt, 350 vattni tashkil etadi. Hop, orqasida amortizatori bor, egamtayda amortizatori bor, yelkasida amortizatori bor. Razmerlari 20 razmerda bo'ladi. Buni zaryad tugab qoladigan bo'lsa ham, o'zini pedalida minib ketsangiz bo'laveradi, aylantirib minsangiz ham o'zi ham ancha yengil yuradi. Hop, buni motorini ham qulflasangiz bo'laveradi. Bunday qilsangiz motori qulflanadi, ana. Yurmaydi, yurmay qoladi. Bunday qilsangiz bo'laveradi. Orqasida bir kishini ko'taradi. Maksimal yuk ko'tarishi 150-160 kilogacha bo'lgan yukni ko'taraveradi. Oldinlarida maxsus setkachalari bor. Xo'p, buni 24 razmeri ham mavjud, hamda 20 razmeri mavjud. Men xuddi shu tartibda ishlaydi. Bunisining tablosi bor 24ni, поворотный, telefon postavka, kalit, pult, oyoq yoni, pedali, akkumulyatorlari bor. Akkumulyatorni xohishingizga ko'ra qo'yib beramiz. 48-20, 48-12. Buni ham narxi bir xil, ikkalasini ham xohlasangiz 24 razmer, xohlasangiz 20sini olsangiz bo'laveradi. Bu ham 3.400 ming so'm 48 volt 20 amperli 40 kilometrgacha yuradigan, hamda 48 volt 12 amperli 20 kilometrgacha yuradigan. Unga qanaqasi kerak bo'lsa murojaat qilinaveradi. Skuter quvvat profiliga obuna bo'lib ketish esinglardan chiqmasin, xudo xolasa. Ancha yaxshi narsalarni tavsiya qilib, reklama qilib boramiz sizlarga. Xo'p, terraslari ham ikkitalik qilib ishlangan mana. Ikkita ildirak ko'tarilgan holatda turadi. Prujinkalari baquvvat, motorlari 250 vatt, 350 vatt tashkil qiladi. Motor diskalari 2 qavatli qilib ishlangan. Paketchalari ham ancha baquvvatdan qo'yilgan ekan 24 ga. Mo'lari kalotkalari bo'ladi. Oldida amortizatori, zaryadchiga, pulti hamda bittadan kaska qo'shib beramiz hammasiga. Orqasida bir kishini harakatlantirib olib ketsangiz bo'laveradi bunga. Zo'rman ko'rinishlari. Buni ham zaryad tugab qoladigan bo'lsa, minib ketsangiz bo'laveradi. Tablolari ham afshi chiroyli dizaynda yonadi. Egallari ham baquvvat qilib ishlangan. Bu ularimizni xudo xolasa hech qancha qolmadi. Hozirgi kunda 4 tami 4 ta 24 dan 4 ta 20 dan bor. Shunaqa. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. To'liq ma'lumot olsanglar bo'laveradi. Skuterlar to'g'risida yetmagan ma'lumotlarni berishadi 24. 24ni tezligi jicha balandroq bo'ladi 20siga qaraganda. Bir 5 tezlik uzoqroq harakatlanadi. 35 ga chiqadigan bo'lsa 40 ga, 30 ga chiqadigan bo'lsa 35 tezlikda harakatlanadi. Nimaga? Balonning kattaligi hisobiga. Kanallari ham LED fara qilib ishlangan, faralari ham LED farali bo'ladi. Bundan tashqari lekin bunaqangi kichkina bolalarga yoki o'zingizga ixcham bo'lgan, taklanadigan elektro velli skuter desa ham bo'laveradi. Hatto taklab olsangiz bo'laveradi. Bunday qilsangiz taklanadi. Ixcham shakl, ixcham bo'ladi. Bitta zaryadi bilan 20 kilometrgacha yuradi bu ham. Egallari katta qilib ishlangan, rollari pastqanat bo'ladi, girovchning pulti bor, kaliti bor. Maksimal tezligi 25 tezlikda harakatlanadi. Oldi amortizatorli razmeri 14 lik bo'ladi. Hop, bularimizni hozirgi kunda skidkada $195 dan qo'ydik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Soni atiga 2 donani tashkil etadi. Qorasi hamda
Kurrang rangi bor. Ko'rinishidan vashi chiroyli. Buniki ham hop, bemalol bir kishi minsa bo'laveradi. Orqasida o'rindig'i bor lekin. Bunga olib ketsa bo'laveradi. $195 qilib beramiz buni ham. Zaryadlarni ko'rsatib turadi. Tormozlari qo'lda, barabanchli tormoz bo'ladi. O'zini minsangiz ham, velosiped qilib minsangiz ham yengil yuradi. Dastlabki xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Albatta kelishilgan holatlarda bo'ladi. Narxlarini ham hozir ancha arzon qilib qo'ydik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. $195 qilib beramiz. 2 milliondan jicha o'tadi. 2 million so'mdan. Bitta velosipedning puli, siz ham velosiped ham skuter sotib olsangiz bo'laveradi. O'zini ham lekin ko'taradigan bo'lsangiz, ancha yengil. Bemalol ko'tarib ham, taklab olib ham, mashinaga solgani ham chang qilib ishlangan. Hop, undan keyingisi fransiya velosipedimiz kelgan, Yevropani velosipedi. Razmeri 26 razmerda, akkumulyatori bor. Bitta zaryad bilan 35-40 km masofani bosib o'tadi. Hop, bundan tashqari apparatlari yaponskiy qilib ishlangan, Shimano Yaponiya. Hop, 7 ta skorsli, spitsalari, nijavika, diskalari 2 qavatli. Bu tablolari. Tablosida avto rejimi bor. Kech payt tushganda tablosi o'zi avtomatik yonadi, faralari yonadi. Rollar ligrovishni qilib ishlangan, yana 7 ta skorsini boshqarsiz bo'ladi. Tormozi qo'lda bo'ladi. Tormozlari ham easy bike. O'rnida sanchit o'rni. Yelkalari amerikanskiy, motori ham amerikanskiy bo'ladi. Faralar led fara qilib ishlangan. Yurishi ancha-muncha velosipeddan ancha yengil yuradi. Bunimizning narxi $365 dan hozirgi kunda xarid qilsangiz bo'laveradi. 4 milliondan chiqadi. 4 million 4,5 millionga borib-bormay shunaqa bo'ladi. O'zimiz so'mga hisoblaydiganmiz. Zaryadchilari qo'shib beriladi, kitobchalari bor. Kitobchalarni qo'shib beramiz. Bemalol olib ketib xarid qilsangiz bo'laveradi. $365 dan $195 dan. Hop, bu skuterimizni ikki xil variantini aytib o'tdik. Hop, 3 million so'mga 3,400,000 so'm 48 volt 20 amperli skuter. Hop, bundan tashqari bizda har xil skuterlar bor. Bularni ham xudo xolasa keyingi videolarda har bittasini arzon qilib olib chiqamiz. Kimga qanaqasi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilaverasizlar albatta. Obuna bo'lib, like bosib ketish esingizdan chiqmasin. Manzilimiz Farg'ona, Quvada joylashgan. Pastda Telegram lokatsiyalarimiz bor. Bemalol kirib bog'lansanglar bo'laveradi. Telegram gruppamizga qo'shilib olsangiz, har kuni rasmlarini tashlab, hop, narxlari bilan yozib qo'yamiz. Qanaqasi ma'qul bo'lsa, bemalol olsangiz bo'laveradi. Bolajonlarimizga bunaqangi velosipedlarimiz ham bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.